Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz hamda chorva ishqibozlari, hammalari tomon sog'lik charchamaysizlarmi, yaxshi yuribsizlarmi? Assalomu alaykum Muhammad. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Feruza aka. Ishlar Yaxshimisiz aka? Charchamayapsizmi? Rahmat. Xush kelibsizlar Samarqandga. Xudo xolasa Kattaqo'rg'on tumanimizga keldik mana. Shunday. Hop, Feruza aka, siz videolaringizni ko'p kuzatib boramiz shuni hisobiga ozgina foydali video qilsak degandim. Ya'ni qanaqa foydali video? Kelib tushgan savollarni men terib chiqqanman. Juda ko'p kelib tushadigan savollarni va shu savollarga bugun sizdan javob olsak. Xo'p, qo'ldan kelgancha javob berib boraman. Imkon boricha harakat qilamiz. Ham amaliy, ham nazariy, ham fanga yaqinroq, ham o'zimizda qishloq sharoitida jaydarchasiga deydik-ku. Jaydarchasiga ketgani yaxshi, chunki aksariyat obunachilarimiz, aksariyat tomoshabinlarimiz aynan o'zimizga o'xshagan jaydarlar deydi-ku. Shunga xudo xolasa kelinglar, agarda qarshi bo'lmasanglar, xudo xolasa birin-ketin savollarni boshlasak. Birinchi eng важный savolni beraman. Aynan qanchalik важный, ya'ni важный deganda o'zbek tilida bu juda ham muhim bo'lgan savol. Ya'ni dezinfeksiya ishlari nimaga kerak? Va qay holatda qilinish kerak dezinfeksiya? Biz chorvador insonlarimizni, aynan chorvador akalarimizni dezinfeksiyani o'zi nimaga qilish kerak aka? Dezinfeksiya yaxshi savol berdingiz. Endi o'zi bu obunachilardan kelib tushgan savol. Shunday. Dezinfeksiya ishlari nimaga kerak? Hamda chorvalarni qanday saqlash kerak bir-biriga? Yaqinroq ikkoviga ham to'liqroq tushuncha berib ketaman. Misol tariqasida shu yerda ko'rsatingiz. Mana shunday holatda qanday? Dezinfeksiyadan boshlasak, o'sha kasalliklarni oldini olish birinchisi maqsad. Ikkinchisi kasalliklar qanday holatda keladi? Dezinfeksiya qanday yo'qoladi? Birinchi bakteriyali, ikkinchisi infeksiyali, uchinchisi virusli. Virusli kasalliklarda dezinfeksiya ishlari ancha chorvador aka-ukalarimizga yordam beradi. O'sha uzog'i bir hafta 10 kunlarda erinmasdan mollarni mana ustilariga, masalan mol, keling operator, mollarimizni suprametrin, kiralin va hokazo o'sha vet aptekalarda hozir hamma joyda aptekalar rivojlangan. Hamma dori topsa bo'ladi. Suprametrin, kirallardan ustiga purkash jarayonida mollarni o'zlariga dezinfeksiya qilib qo'ysa bo'ladi. Bir hafta 10 kunda. Parazitlar kelmaydi. Shunda kasaldan 30-35-40% gacha himoyada bo'ladi mollar. Parazit yaqinlashmagandan keyin, hasharotlar yaqinlashmagandan keyin o'sha kasallikka immunity balandroq bo'ladi. Yer masalalarida hozir kasallik ancha chorva masalasida ko'p bo'lib ketdi. Qanday? Nima deymiz? O'sha kirish chiqish mollar viloyatlarda almashib ketdi. Chetdan kirish bor. Viloyatlarda bozorlardan kirib chiqish bor. Shu uchun o'sha oqsil kasalliklar ko'p, dermatit kasallik ko'p. Yuqumli kasalliklar bo'lar. Virusli kasallik, bakteriyali kasallik. Shuni hisobiga o'sha dezinfeksiya ishlarini shu mola yo'llarida kirishda, chiqishda imkoni bo'lsa chorvador aka-ukalarimizga maslahatim o'sha kralin qilib qo'yish kerak. Hozir mana bitta narsani sezdim men. Hozir kralinni keling ko'rsataman sizlarga. Mana shu firmaga kirganimizda mana aksiyasi tushdi. Shunday. O'zi juda kam holatlarda o'zi kuzataman. Даже firmalarni ham agarda ko'radigan bo'lsak, o'ziki firmalarda chuqurcha bor, lekin ustida suv yo'q. Bir xil firma, ayrim firmalarda shu holat ko'zga chiqadi. Oldingi katta firmalarda shu holat bo'laydi. Hozir endi chorvador aka-ukalarimiz mana xonadonlarda, xo'jaliklarda ham shu chorva yo'nalishdagi qiziquvchi bo'lgan aka-ukalarimizda mana qiziqish bor. Men bir og'iz aytganmiz, tushuntirganmiz. Shundan keyin shu ishlar qilingan. Bu qanday sababi? Mol kiradi. Chetdan kelgani bozordan kirib kelyapti, to'rtta tuyoq ham botib kiradi. Tashqaridan kelgan virus, bakteriya, infeksiya dalada qoladi. Ichkaridan dalaga chiqib ketishda yana kirib o'tadi.
ichkarida aka virus, bakteriya yo boshqa nima moldagi sabab bo'lsa, shunda qoladi. Shaxsan biz o'zimiz ham shuni bosib o'tishimiz kerak. Shunday. Foydasi bor. Gap yo'q. Keyingi savol. Qarang, pashshalarimizni aynan isigan paytda, kunimizni isib ketgan paytda pashshalar ko'payadi. Ularni oldini olishga nima maslahat berasiz? Oldini olishga endi hozir ko'plar aksariyat buyurtmani Xudoga shukr Alloh berib, dashtlarda, maydonlarda, tog'larda, yerlarimizda juda ajoyib bo'ldi o'tlar. Ularni dezinfeksiya qilishlarga salgina imkoniyat kamroq. Imkon boricha o'sha 20 kun, 15 kunda bir joyga to'dalab, dorilab turgan ma'qul. Chetdagi, atrofdagi qo'yoriq yo uzun-uzun qilib bog'lab qo'ygan fermer xo'jalikdagi yo tog'larda yo dashtlarda, amollarda o'zimizdagilarga tavsiyam oddiy kralin. Chetda ham kralin ishlatiladi. Birinchisi, ikkinchisi xlor, tabletka parashok bo'laveradi. Uchinchisi mahalliy, mana oddiy jaydarchasiga tushuntiraman, salarka benzin. Virusni kamaytirish xususiyatiga ega. Oddiy salarka benzin ham. Bakalashkalarda ham mana kralin olib qo'yibdi. Ko'plar. Operator aka. Mana bakalashkalarga ham hozir mana kralin olib qo'yibdi. Keyin yana bir tarafi oddiy ahak suvi. Oxirlarda taklari, mayli, uni ko'p pas holatiga qarab kvartalni qilib 3 oy, 6 oylarda bir devorlarni oxirlarda takini atroflarda ahak suvi qilib qo'ysa, ahakda shqorim, virus, bakteriya infeksiyani kamaytiradi. Bo'lgan holat. O'shalarda, o'sha dezinfeksiya bo'lgan joylarda boshqa joydagi o'sha yuqumli bo'lgan kasalliklar, boshqa kasalliklar ham kam. Gap yo'q. Juda foydali ma'lumot bo'ldi. Shu joyda bitta like ayamiz, keyingi savolga o'tamiz. Mollarni saqlash paytida ventilyatsiya va skvajnak qay darajada kerak? Обязательно yaxshi o'rinli savol berdingiz. Bu narsa juda kerak. Ventilyatsiya, havo almashuvi katta foydasi bor. Buzoqlarga, homilador mollarga hamda boquvchi bo'lgan mollarga katta kerak ventilyatsiya. Mana bunday ventilyatsiya qilib qo'ysa ham bo'ladi dalalarda. Imkoni bo'lsa, mol ko'p xonadonlarga, xo'jalik mol ko'p xonadonlarga mana shu tepalardan demaxod qilib qo'ygan ham ma'qul. Dezinfeksiya, o'sha ventilyatsiya katta foyda beradi. Aynan zaharlanishni oldini olishga yordam beradi. O'zgarishga, sutga farq qiladi. Damog'da turgan moldan ko'ra buzoqlarda o'zgarishga ham. O'sha ko'p kasallikni oldini ham oladi. Bitta eksperiment o'tkazishgan ekan. Aynan qaysi shahardaligini men aniq aytolmay, yaqinda o'qiganim shu narsani. Eksperimentni nima qilishgan? Ikkita molni olishgan. Birisida molni ya'ni dimlab qo'yib, qo'pol qilib aytganda boqishgan, ya'ni bez ventilyatsiya, hech narsa bo'lmasdan turib va bittasi bo'lsa toza havoda qo'yib qo'yib boqishgan. Aka, farq qay darajada bo'lgan deb o'ylaysiz? Endi o'sha ancha bo'ladi farq. Ancha haqiqatan, chunki oziqani hisobga olmasa 60% ga farq qiladi. Albatta, bir xil oziqa ratsion, hamma narsa bir xil. Prosta bitta molimizni, ya'ni is gaz deb men ming bor uzr, amak gazdan zaharlanib ko'p yo'taladi, bezovta bo'ladi, noqulaylik his qiladi. Shuni hisobiga ishtaha ham bo'lmaydi va shuni hisobiga semirish jarayonlari tez bo'lmagan. Ikkinchisi esa juda tez bo'lgan, sababi ochiq havoda yaxshi bo'lgan, o'zgarishlari ham. To'g'ri aytyapsiz, 60% gacha o'zgarish bo'lgan darajada yaqqol ko'zni tashlanadigan darajada bir-biri bilan solishtirsa bo'ladi. Shunday. Gap bo'lish mumkin emas. 3-savolimizga o'tamiz. 3-savolimizda ming bor uzr, telefonga yozib qo'ygan ma'telab savollarim esdan chiqib ketmasin deb. Xo'p, hozirgi paytda issiq paytida teleroz, ya'ni xalq tilida kana kasal, qon kasal, sariq kasal. Shu haqida to'liq ma'lumot bersangiz. Xo'p, qo'ldan kelgancha tushuntiraman. Asosan endi Chorvodir aka-ukalarimizga jaydarchasiga tushuntiraman. Qo'ldan kelgancha. Xo'p, birinchi o'rinda saqlashni aytib o'tdik. Ikkinchisi o'sha endi bundan keyin kun issiq, mana saraton kirib kelyapti, maydan keyin, o'zi qizg'aldoq oftobdan keyin saraton kiradi. Shu qizg'aldoq oftobi ham yomon. Maslahatim o'sha homilador mollar, buzoqlar, ayniqsa tug'ilgan buzoqlar juda e'tiborli bo'lish kerak.
tug'ilgan buzoqlarni issiq o'pkasini tez olib qo'yadi. Keyin o'shalarda o'zgarish kam bo'lib qoladi. Sonlarga qaraganda. Imkon boricha soya joylarda saqlash kerak. Dash bet, dalalarga chiqqan mollarni obedda soat endi bundan keyin imkon boricha 9 lardan keyin olish kerak, 4-5 gacha. Obedlarda shunday saqlasa bo'ladi. Keyin yana bir tarafi telerozni oldini olish, dezinfeksiyani aytib o'tdik. Kana ko'p tushadi. Eski joylar bor. Kana tushadi. Bir xillar bilib bilmay kanani yulib qo'yadi. Eng katta xato mana mana yulmash kerak. Yulmaysizlar. Imkoni bo'lsa, katta kanalar bo'lsa, qaychi bilan ko'tini qiyib qo'yinglar. Nishida zahar bor. Organizm zaharlaydi. Shundan telerozga aylanib ketadi. Birinchisi, nishini orqasidan kesib qo'yish kerak. Mayda tosh kanallar bo'lsa, tog' kanallar bo'ladi. Boshqa kanallar bo'ladi. Ularni dorilab turgan ma'qul. Endi keyin oldini qanday? Shu masalada aytib ketdik. Gapingiz bo'ldi. E'tibor qilib turingizlar. Ozgina nastrinazium teleroz yashirincha tiyadi. Yashirin holati odamga bilinmayotgan holati egasiga, chorvador egasiga 9-10 kun bo'ladi. Ko'plar bilmay o'tkazib qo'yadi. E'tibor qilinglar. Har bir haftalarda bir mollarda mana limfa bezlar bor. 4 ta bo'ladi. Yelkada, chatanda, sonda. Bu yelkada, surak oldida. Tuxumdek bo'ladi. Mana shu limfa bezlarni ushlab turinglar. Hech nima ketmaydi. Agar shu limfa bezlarning 4 tadan bittasi ham salgina qanday? O'rdak tuxumi deymi, tovuq tuxumi deymi, kattalashdimi? 4 tadan bittasi. Darrov o'zlaringizga yaqin vetvrachlarga murojaat qilib veterinariya ko'rigidan o'tkazishni maslahat beraman. Juda yaxshi ma'lumot bo'ldi hozir. Aynan 4 ta limfa tugunlarida shishadi. Bittasi shish bo'ladi. Yashirin holati ovqat zo'r xo'rak bo'lgan mollarda 9-10 kun o'tib ketib qoladi. O'tib ketgandan keyin ham kistaga ziyon, ham molga ziyon, orqaga ketib qoladi ish. Ham ovqatga kirguncha yo organizm qayta bir lecheniya, sxema qilib lecheniya davolangandan keyin tiklanib olish juda qiyin bo'ladi. 2 hafta 1 oyga cho'zilib ketib orqaga qolib ketadi. 2-3 oy ham mol orqaga ketib qoladi. Shuning uchun telerozga juda bahor bo'lasizlar. O'sha kana masalasida dezinfeksiya qilingandan ketadi. Kanalarni shu dorilab turish kerak. Keyin mana shu 1 hafta 10 kunda hech nima emas. Mana shunday ushlab darrogina e'tibor qilib o'zi sekin-sekin ichki yo'tal bilan tiyadi. Hu degan yo'tal bilan keladi. Teleroz. Propoplazmoz deymiz, teleroz o'sha ichki formada keladi. Shuning uchun chorvador aka-ukalarimiz, oddiy dehqonlarimizga salgina qiyinroq bo'ladi. Shuning uchun ana shu oson yo'llari shunday. Xo'p, shu joyda bitta savolim bor. Misol uchun men deylik molimni o'tkazib yubordim. Orqaga ketib qoldi. Uni qayta tiklashimga nima dorilar maslahat berasiz? Ya'ni tezroq nima qilish? Tezroq yaxshi bo'lib oyoqqa turish uchun holatiga qaraladi. Klinik belgilariga qaraladi. Klinik belgilari qanday? Holat qanday? Organizmda kasallik qanday ketyapti? Fiziologik holatiga qaraladi. Molda kuchi qanday? Sigirlarda boshqacharoq davolanadi. Sekinroq, ko'proq. Buzoqlarda pastroq dozada sxema qilib. O'rtacha bog'ma mollarda boshqa holatda davolanadi. Sxema qilib, asosan hozir bo'tachi ham yaxshi ishlayapti. Vaqtida bilib olsa, ertaroq yaxshi bo'lib ketadi. Keyin endi sxema qilib, endi unga to'liqroq ana kerak, uni to'liqroq agar davolanish uchun qisqacha aytib o'tib ketaman. Lekin u uchun kommentariyaga chorvador aka-ukalarimiz o'z fikrini bildirsa, yo bo'lmasa o'sha teleroz bo'yicha to'liqroq bitta adil mavzu qilib chiqarib bersak bo'ladi. Qo'ldan kelgancha. Endi yana bir tarafini aytib o'tib ketay. Hamma yuqumli kasalliklar hamma joyda bir xil emas. Chorvador aka-ukalarimiz bir xil tegmaydi. To'g'ri tushuningizlar. Iqlimga qaraydi. Boshqa kasalliklar ham, Oqsulda ham, Bermatda ham, Qoraqalpoq, Xorazmda boshqa. To'g'ri, albatta. Vodiyda boshqa, Toshkentda boshqa. Masalan, Sirdaryo, oddiy Jizzaxda ham boshqa tiyadi. Iqlimga qaraydi. Hamma joyda har xil. Misol uchun sharoitga qaraydi. Bu aytmoqchilikki, Xorazmda deylik. Bu ta'sir qiladigan dori vodiyda ta'sir qilmay qolishi mumkin. Ana shu ta'sir qilmayapti, siz aytgan lecheniya bo'lmayapti
yo bo'lmasa bu doktor bu narsani lecheniya qiluvdi, bo'lmayapti degan gaplar bo'ladi. Shuning uchun bizlarning gapimiz bilan Xorazmdagi vodiydagi bir-birimizga to'g'ri kelmay qoladi. Bu tushunarli. Lekin aynan men so'ramoqchi bo'lgan narsam, mayli deylik, teleroz emas, kasallanib chiqqan mollarimizni o'zi orqaga qaytgan mollarimizni siz qayta tiklashga misol nimalar yordam beradi deb maslahat bera olasiz? Vitaminlar. Misol nomlarini aytib ketsangiz ham juda ham yaxshi bo'lar edi. Vitaminlar. Keyin oziqaga e'tibor qiladi. Oziqa masalasida ham ozgina tushuncha berib ketay. O'sha kasal mollarga ko'plar bilmay atalaylar berib qo'yadi, yarmadan yo makkayadan, undan bermaydi. Suyuqroq, tez hazm bo'luvchi narsa beringlar. Sut birinchi o'rinda. Foydasi katta. O'sha yaxshi bo'lishi jarayonida-da, fiziologik holatni tezroq o'nglab olish uchun suyuqlik ko'proq. Tok barglaridan aptitni ochadi, vitamin C bor tarkibida. Bida suyuq qilib yaxshi kepaylardan. Boshqa narsa bo'lmaydi. Ukollar masalasida vitaminlar. Botasal, multimineral. Aytib o'tib ketaylik. Miyos yodingizda har doim. Miyosda har doim bor. O'sha klinik fiziologik holatlari yo'qolgan mollarda Muhammad yaxshi foyda beradi. O'zi ishlatyapsizmi? Ishlatyapman. O'sha kasaldan turuvchi mollarga inyeksiya qilaman. Juda tez qayta tiklanib ketadi. Gap yo'q. O'zi qanaqa qo'llaysiz? Sizni metodingiz qanaqa? Endi shaxsan men 10 ml qilaman bitta molga. Bu xoh kichkina bo'lsa, xoh katta bo'lsa. Yo'q, endi holatiga qarab qilaman. Asosan mana bu mollarga bo'ladi. Bular sababi o'zi yoshiga to'layapti, eti normalli. Bularda foydalanish yaxshi. Inyeksiya qilish shu bo'yin orasiga, go'shtga qilinib qo'yilaveradi. Sigirlarga, katta sigirlar bo'lsa bitta qilsa bo'ladi. Agar kasaldan turgan holatlarda yarimta 5 grammini qilib qo'yaveradi. Gap bo'ladi. Foydasi bor. Xo'p, shu dori bo'yicha, aynan Miyosda bo'yicha sizni shu haqida kommentariy deydi-ku, 3 ta eng xayolingizga kelgan eng zo'r kommentariy deb nima deb bilasiz mana shu dori bo'yicha? Yaxshi, o'zgarishi zo'r deydi. Kommentariyada ham javob berib borganmiz. Keyin o'zim ko'rganlarim o'sha nima deydi? Kuchlanish yaxshilanadi, terilarda ham jun chiqishi ham farq qiladi. Bo'ladi. Keyin tuyoq kasalliklarga ham foydasi bor. Yo'q voy. Bor, bo'lgan. Xuddiki yo'q edi, xuddi o'zim bilmagandek qilib so'radim deyorku. Shunday. Gap yo'q. Gap yo'q aka, sizga katta rahmat. Xo'p, keyingi savolimizga o'tamiz. Hozirgi paytda aynan bahor payti, yoz paytida juda ko'p uchlaydi va mana o'zimga ham bugun shu savol keldi Instagramdan. Men sizga o'zim o'qitib beraman mana shu savolni va shu savolga javob olsak. Nima deysiz aka? Xo'p, assalomu alaykum aka, 20 kunlik buzoqchamiz bor, to'xtamay ichi o'tyapti. Osma qildik, yaxshi bo'lmayapti. Mana kelgan savol, o'sha ko'rsatib qo'ymoqchiman va shu savolimdan kelib men yana bir savol bermoqchiman. Aynan buzoqlarda uchraydigan muammo, boya aytganimdek, bahor, yoz paytida ichi kelib to'xtamay o'lib qolishi. Xo'p. Bularga sabablari va yechimlarini aytib o'tib ketsangiz. Xo'p. Tug'ilishdan boshlaylik. Buzoqlar tug'ildi, e'tiborda bo'lish kerak. Vitamin hozir 80% buzoqlarda organizmda vitamin yetishmovchiligi bor. Sababi oziqalarimizda nitrat ko'p. Nitrat hisobiga dorilar bilan bo'layapti. Shuni hisobiga vitaminlar yetishmayapti. Shuni hisobidan turpoyalab qo'yadi, sho'riyalab qo'yadi, bog'lab qo'ygan joydan. E'tiborli bo'lish kerak. Imkon boricha ichi o'tish boshlandimi? Birinchi oldini olish kerak. Oldini olib tez davolab olsa ham bo'ladi. Ichi sal bo'shab, Muhammad holati sal qotgandan bo'shab holat boshlangandan keyin birdaniga oldini olish yo'li birinchi o'rinda o'z emirish kerak. Emirmash kerak. Sababi 35 kun 40 kungacha faqat sut bilan buzoq. Sut ko'p emirsa, sut tushib o'tib ketib qoladi. Lekin sut emmasa qanaqa boqasiz? Bir kun 2 kunga ishtima qilmaydi. 1-2 kunga. 1 kun 2 kunga. Ichi to'xtaguncha, keyin yana joyiga qo'yaverasiz. Mikroflorasini ichaklarda davolab olish kerak-da.
Qanday qilamiz? Onasini oziqasiga quruq ovqatlar berishni boshlash kerak. Ana. Suyuqlik yo ichib o'tayotgan yo kuchli oziqada bermash kerak. Emirishda to'g'ri emirish kerak-da. Keyin ikkinchisi ko'plarimiz xonadonlarda bo'ladi, yaxshi. Ularni edirib, emirib, yana emirib olaversa bo'laveradi. Uchinchi holatda ko'plari daladan keladi. Issiqda turgan molni ildirib boqib kelyapti. Hali molni tanasi sovimasdan birdan idirasa sog'adi. Issiq sut ham qo'yadi. Ana shular ham bo'lmaydi. Bu ham mumkin emas. Mumkin emas. Gap yo'q. Tana sovigandan keyin mol sovib, o'sha ayvonni o'sha saqlangan joyda harorati tushib olgandan keyin sog'ishini tavsiya beraman. Bo'ldi, asosan oziqadan to'xtatib olsa ham bo'ladi. Enaga kuchli oziqa beraversa o'tib ketib qoladi. O'sha vaqtda ozgina pasaytirish kerak. Mol oziqalarini, masalan, atallarni. Endi biz odamzod borki, besabr bo'ladi, albatta. Va mana misol uchun buzoqchani ichib o'tib ketib qolsa, men to'g'risi doktorga telefon qilib, nima dori olay deyman. Bu misol 1-2 kun kuting deb aytmayman, chunki 1-2 kun men qo'rqaman, 1-2 kun bo'lib qolishi ham mumkin. Shunda yo'q, u buzoqlarda o'ta tez harakat qilish kerak. Xuddi chaqaloq kabi. Xuddi chaqaloq. Odamlar qanday? Organizm bitta. Shunga misol ichib ketsa, nima dori? Qarang. Yana dorini so'rab reklama qilyapti deb o'ylamayman. Yo'q, bu faqat dori emas, faqat oldin olib chorvador aka-ukalarimizda yordam, manfaati uchun. Menga masalan dorini maqtab, dorini o'tkazish maqsadda emas. Prosta to'g'ri yondashish kerak. Zudlik bilan oldini olish kerak. Bo'lmasa tana suvsizlanib, buzoqlarda o'lim holati ko'payib ketadi. Ko'proq meditsinsk aptekadan foydalanaman. 10 kunlik, 15 kungacha bo'lgan buzoqlarda. 10 kun, 15 kun bo'lgan buzoqlarda mana aytib o'tib ketaman. Linux. Oddiy Linux meditsinsk bachalarga bo'ladi. Bif parashok. Qancha berish kerak? Lapramid tabletka. Holatiga qarab irik bo'lsa, endi zotdor mollarda bo'lsa 2 donadan. Jaydar mollarda bo'lsa 1 donadan bir mahal. 50 gram iliq suvga eritib, lapramid tabletka, bif parashok, Linux parashok. Oddiy. Bora-borachi. Mollarimizga faqat odamlarning dorisini bermasak bo'ldi. Yo'q. 10 kun, 15 kungacha. 15 kundan keyin vet aptekalardan makroferin parashok, zinoferin parashok, furazoldan parashok. Mana shular bo'laveradi. Shulardan o'sha holatiga qarab ichirilaveradi. Ichirishda ham yana botilkaga solib, yo bo'lmasa oldiga qo'yib, yo suvga qo'yib ichirmaysizlar. 10 lik yo 20 lik shpris bilan 40-50 gram iliq suvga dorilarni qo'shib og'izdan inyeksiya qilish kerak. Og'izdan ichirish kerak. Osongina ekan. O'shanda o'sha ichak mikroflorasi birdan yaxshilanib, buzoqlarda to'xtash bo'ladi. Keyin yana bir tarafdan aytib o'tib ketay, shu buzoqlar masalasida endi har xil joyda saqlanadi, namlarda yoki ona qornidan ozgina shamollash bilan tug'ilgan hollarda xroneskiy bo'lib qolish bo'ladi, yo to'xtamaydi, yo o'zi tug'ilishdan boshlab bo'lardi. Yo bo'lmasa tug'ilasa buzoq nam joyda yotadi deb e'tiborsizlikdan shuni hisobidan kindik ochiq oshqozon ichak faoliyati yo'qolib turganligi sababli tez shamollab qoladi. Diareya tez bo'ladi. Ularga dorini 1 kun 2 kun ichirib ko'rish kerak. 1 kun 2 kun o'sha aytgan dorilarimni. Agar to'xtamasa birdan vet vrach chaqirib osma quydiringlar. Tana suvsizlanadi, ichi ketib qolsa keyin ichirgan dori foyda qilmay qoladi. Shuning uchun zudlik bilan osma quydirish kerak. Osma quydirib oldini olsa bo'ladi. Gap yo'q. Keyin oziqa masalasida ham o'sha aytib ketay yana. Ko'plar adashib telefon bo'ladi, onlayn molda olib turaman. O'sha telefon bo'ladi, alo, aka yo uka yo doktor buva, shu buzog'imda sirojni shu ichib ketish masalasi bo'lib qoldi. Doktordan so'radim, yo qo'shnimdan so'radim. Yo uydagilar sifloks ichirib qo'yibdi. Tuxum ichirib qo'yibdi deydi. Shu masalani ham aytib o'tib ketay. Tuxum qachon oshqozon hazm qilish boshlangandan mumkin, chorvador aka-ukalar tug'ilgandan boshlab bermanglar. Faqat sut mumkin.
tuxumni 30 kun, 35 kundan keyin hazm qilish jarayoni ishlaydi. Ovqatga kirish bo'ladi. Keyin tuxum beringlar. O'shandayda o'sha foydasi bo'ladi. Sifloks ham mumkin emas. Sifloks achchiq. Buzoqlarda oshqozon faoliyatini achchiq dori to'xtatib qo'yadi. O'sha yaraq qo'yish mumkin, yo bo'lmasa noto'g'ri ta'sir qilishi mumkin. Sifloks achchiqroqda. Sifloks ham 35 kun, 40 kundan keyin mumkin. Bo'ldi, tushunarli. Tushundingizlar-a? Shunday. Juda ham zo'r ma'lumotlar bo'ldi. Qolib ketgan savollar bo'lsa yoki sizni qiziqtirayotgan savollar bo'lsa, обязательно kommentariyada yozib qoldiringlar. Biza keyingi bizni videolarimizda xudo xolasa ushbu savollaringizni olib chiqib, xudo xolasa to'liq ma'lumotga berishga harakat qilamiz. Sizlarga kattakon rahmat, ayniqsa Feruzaga sizga kattakon rahmat. Vaqtingizni ayamaganingiz uchun hamda bilimingizni ayamaganingiz uchun xalq xizmatida mana shunaqa to'xtab qolmaymiz. Albatta, xizmat kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol telefon qilsangiz bo'ladi. Qo'ldan kelgancha javob berib boramiz. Kommentariyalarda savollarga javob bera olmay qolgan bo'lsak, telegramlarimizda savollarga javob bera olmay qolgan bo'lsak, uzr so'raymiz. Sababi ishimiz juda ko'p. Shuni hisobiga qo'ldan kelgancha yordam beramiz. O'shalarda xafa bo'lish bo'lmasin. Yurtimiz, dunyomiz tinch bo'lsin. Allohim chorvamizga baraka bersin. Amin. Chorvador aka-ukalarimizning hammasiga omad. Hech kim moli kasal bo'lmasin. Veterinar aka-ukalarimizga omad, el xizmatida charchamasin. Qadringiz va qadringiz baland bo'lsin. Yashang. 4 oy 5 oydan beri video chiqarilmay qoldik. Ishimiz juda ko'payib ketdi. Uzr so'raymiz. Undan keyin qaytdik endi, xudo xolasa. Gap yo'q. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, yaxshilikda ko'rishaylik. Omon bo'ling. Zo'r.